100 sentiner, 95, 105 sentinerlab hosil olaman. Bu biron joyi, hech bir joyi yotib qolgan joyi yo'q. Bu 2 barobar bug'doynikidan anavi beradi. Poya, somon poyasini beradi. Bugun biz Samarqand viloyati Oqdaryo tumaniga keldik. Bu yerda Farhod akani dalalarida tritikalining Odissey navi ekilgan. Farhod aka, necha gektar maydonga ekkansiz bu tritikali Odisseyni? 10 gektar maydon. Bir necha yildan beri birga ishlashamiz. Urug'laringiz, hatto makajo'xorilar ham, mana shu arpa urug'lari ham hammasi yaxshi chiqayotgani tufayli siz bilan birga ishlashyapmiz. Tritikalining ekilishi eng birinchi o'rinda oktyabrda oxirlari bilan ekib bo'ldik. Noyabrda 15-lariga qolar-qolmas bir suvdan chiqarib bo'ldik. Tagiga, zaminga, ya'ni birinchi marta shu digardan keyin chiziliga tayyorlashda 300 kilodan sal ziyodroqdan ammofos berdik. 4 marta sug'orildi. Bir marta qishgacha, o'sha noyabrda oxirga qolmay tugatdik. Bahorda 2 marta, endi mana shu mum davriga kelib oxirgi suvda mana ko'rib turibsizki, oxirgi boshoqlarni bersin degan maqsadda mana shu boshoqlarimiz to'liq bo'lsin degan maqsadda mum davrida 4-suvni berdik. Ammiachni silitrani esa 2 marotaba berdik. 300 kilodan 600 kilo berdik. Eng oxirgi ammiachni silitrani mum davriga yaqinroq bersangiz, ya'ni guldan keyin bersangiz, ayni joyiga boradi degan maqsadda berdik. Inshaalloh boshoqlarimiz mana ko'rib turganingizdek zo'r. Biron joyi, hech bir joyi yotib qolgan joyi yo'q. Kasalliklari yo'q, begona o'tlar yo'q. Chorvador uchun bizning O'zbekiston hudud sharoitida somon bu muammoli. Chunki deganda yemish hamma bizda muammoli. Bu 2 barobar bug'doynikidan anavi beradi. Poya, somon poyasini beradi. Somon presi gektarda nechta chiqadi o'rtacha? 300 ta bug'doynikidan olamiz. Buni 500 tadan olamiz, 500 ta. Oziqa birligini bug'doyniki bilan solishtirganimizda buni oziqa birligi, tritikalining oziqa birligi bug'doynikidan yuqori. Bug'doyni boshog'i bilan ekalasil mana. Bu fakt. Bug'doyniki esa mana shu yergacha. Bunga yana shuncha qo'shimcha va buning uzun va kattaligi jihatdan har yilin o'zingiz ham guvohsiz. 100 sentiner, 95, 105 sentinerlab hosil olaman. Molga bug'doy pishirib berganingizdan ko'ra yo kepak qilib berganingizdan ko'ra tritikalni bering, uni yana gunohga ham qolmaysiz. Bug'doy non uchun, bu esa ko'proq ko'rim uchun. Endi tritikalining afzallik tomoni zangga juda chidamli, uncha-munchaga o'ziga zang yuqtirmaydi. Men buni mana 3 yillik tajribamdan aytaman. Keyin boshqa begona o'tlarga endi har qanday boshqa donlarga beriladi. Bunga ham xuddi bug'doy singari bularga ham beriladi. Yana boshqa kasalliklar nima desam ekan? Hasharotga, lekin o'zim hasharot uchun обязательно urdim. Sababi hosildorlik yaxshi bo'lish uchun. Keyin suspenziyalarni 3 marotaba berdim. Suspenziya berildi. Yo'llarda ham ko'rib keldik, bug'doylar bo'yi o'smagan. Bu yil o'smadi. Lekin mana shu holatda ham bu yilgi sharoitda mana sizni ekkan tritikali izi bo'yi hozir adashmasam 1.30-1.40 bor, adashmasam bu yerda. Bordir. Metr bilan o'lchab turman, lekin mana meni rostim 176. Meni rostim. Mana shunga qarab bichirsa bo'ladi mana. Hozir bu egildi, уже to'ldi. Agar egilmasdan oldingi reklamalarimizda bu mana shu yerimizdan kelib turibdi. Kecha 17-may kuni aynan Oqdaryo territoriyasida ham kuchli shamol bo'ldi. Men bundan qo'rqib o'tirdim. Lekin kelib maydonga ko'rganimda maydon mana shu holatdan buzilmay turgani uchun yana Allohga shukrona aytdim. Bu значит shamolga, yotib qolishga juda chidamli. Men chorvadorlarga, dehqonlarga, minishkorlarga shaxsan o'zim yurakdan mana shu narsani ekishni tavsiya qilaman. Rahmat Farhod aka. Shu dehqonchiligingizga Alloh baraka bersin. Rahmat. Hamisha mana shu har doim siz bilan mana 3 yil, 4 yildan beri birga ishlaymiz. Juda ham zo'r qaraysiz. Shu bizni havas qilamiz. Sizga o'xshagan dehqonlar yana ham ko'paysin. Shu elimizga, yurtimizga mana shu mo'l hosil olib beradigan sizga o'xshagan dehqonlar ko'paysin deymiz. Sizning ishlaringizga baraka tilaymiz. Sog' salomat bo'ling.